Barchaga salom. Sizlar bilan multi-level part 1 readingda tushgan real exam materiallarini tahlil qilishda davom etamiz. Tayyor bo'lsangiz boshladik. Vegetable gardens tested Mars. Marsda test qilingan sabzavot garden bog'lari haqida tekst o'qir ekanmiz. Boshqa savollar rasmiy yaxshilab qarang. Xo'p, NASA tashkilotidagi bitta olim yerda mana bu mahsulotlarni yetishtirmoqda. So scientists, olimlar, qaysi olimlar? From NASA'da ishlaydigan olimlar want to get humans to Mars. Insonlarni Marsga olib borishni xohlayapti. Tadqiqotchilar hozirda trying to find out topishga harakat qilishyapti. What plants can grow? Qanday o'simliklar o'sa oladi in the soil of Mars? Marsning tuprog'ida. Soil degan tuproq. They hope umid qiladiki the astronauts will grow their own food. Astronavtlar u yerga borgan falsafa ekipajlari o'zlariga shaxsiy ovqatni o'stira oladilar deb umid qiladi. Xo'p, qaysi qizil sayyora Marsda? Ularning sayohati qayergadir 2,5 yilcha vaqt ketar ekan. Xo'p, demak their journey to Mars. Birga oldik the Mars. Bu javobimiz bizda bu yerda chiqqan edi. Xo'p, Marsga sayohatimiz 2,5 yil davom etadi demoqchi. Xo'p, kimdirlar will need to take o'zi bilan olish shart nimani? A lot of food o'zi bilan ko'pgina ovqat oladi with them to last. Davom etish uchun for the journey. Journey oxirigacha borish uchun. Demak astronauts. Xo'p, u yerga boruvchi shaxslar olib boradi o'zi bilan ovqat. Astronauts. Xo'p, davom etamiz. They will never be able to come back. Ular bilishadiki hech qachon yerga qaytib kela olmasligini. This means bu shuni aytadiki they will need to. Ular muhtoj, shart grow their own fruit. O'zlarining shaxsiy mevalarini, vegetable sabzavotlari va hokazo. Nimalardan? Urug'lardan, demak o'zlari olib olishadi. NASA bizga xabar beradiki there could be a problem. Bittagina muammo bo'lishi mumkin. Qanday muammo? Because Mars doesn't have Marsda nimadir yo'q, bitta muammo. Hope that is good for growing things. O'stirish uchun nimadir yo'q. Demak, o'stirish uchun u yerda tuproq yoki yer yo'q, soil. U yerda yer yo'q. That's why. Bittagina muammo emas, bu yerda yerdagi tuproq yo'qligi ekan. It's just a red dust. Bu shunchaki bitta qizil chang. Xo'p, humans could be on Mars. Marsga yetib olishi mumkin keyingi 15 yilda. 15 yilda demak insonlar Marsda bo'ladi degan ma'lumot bor ekan. NASA has been testing. U test qilishda davom etyapti. Martin Gardens degan loyihasini in order to see what might be grow on Mars. Marsda nima o'sadi demak. Demak, Martin Gardens degan loyihasida Marsda o'sadigan sabzavotlarimiz yoki o'stiriladigan jarayonlar test qilinmoqda. They used soil. Ular soil topishibdi va ishlatishibdi. Qayerda olishibdi? Made of crushed volcanic rock. Otilgan vulqonning rock toshlari yoki nimalarni maydalangan holatida soil hosil qilishibdi. It contains no nutrition. Birorta nutrition yo'q unda, organik materiallar barcha yo'q. Xo'p, so it's similar to the dust. Xuddi Marsdagi dust bilan bir xil qilib keltirib o'tishibdi. Xullas nimadir o'stiribdi, let us in it. Xo'p, kim o'stiradi? Mana rasmiy e'tibor qarasangiz olim. So scientists. Olimlar karamni o'stirishibdi va tested normal. Bilan tartib ko'rganda normal holatda bo'libdi. Hadbiy grows faqatgina minus tomoni nimadirda ilgizlari kuchsizroq ekan va took longer to grow. O'sib chiqishi uchun ko'proq vaqt ketar ekan. Demak, lettuce tested normal. Lettuce. Javobni mana bu yerdan ola oldik. Davom etamiz. So another spokesman said, NASA'da ishlaydigan shaxs aytibdiki, discoveries made in the Earth base. Hammasi yerda Earth base shaklida topilgan. Martin Gardensda will pave. Ushbu biza Martin Gardens loyihamiz pave the way future. Kelajak uchun bittagina yo'llanma yoki yo'l bo'lishi mumkin. Studies and technology orqali. They open in terms of reliable efficiency food production and a long way from Earth base bo'lgandan keyin oldiga biz answer olamiz Earth. Xo'p, bu yangi material oldin ko'rmagan bo'lishingiz mumkin va tez orada multi-level examda sizga tushib qolishi ehtimoli bor.